Oilaga, ishchilarga. Alo. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Ha, onasi. Pulingiz tushmadimi? Tushsa beraman degandingiz-ku. Ha, bo'ldi, beraman. Baraka toping, rahmat. Bo'pti, xo'p. Ha. Bugun bir o'tirmaymizmi bolalarni yig'ib? O'zi 2 kun bo'lgani-yu choyxonada maza qilib o'tirdi. Topganingni faqat uyingga olib kiravermagin, bundoq bolalar bilan ham o'tirib tur. Bu hayot saniki. Mana sen so'ragan pul. Rahmat adasi. Ilohim topganingizga baraka bersin. Amin. Keling endi ovqatlanamiz. Hozir chiqaman. Odam o'zidan bunchalik pul ayamaydi. Ortingga o'girilib qarasang, seni qo'lingga qarab turganlarni ko'rasan. Meni hayotim bu oilam. Qarang, siz bergan pulga ko'ylak oldim. Yarashdimi? Juda chiroyli. Ojonga ham bitta oldim keyin. Baraka top. Ey, men qaragin, bolalar bilan dachaga chiqyotgandik. Chiqasanmi sen? O'zi o'tgan hafta chiqdik-ku. Yana qayta chiqaramizmi? Pul bo'lgandan keyin bundoq oshna-og'aynilar bilan oqibat qilib yig'ilib tursa nimasi yomon? Mana buni qaragin. Qo'liga pul tushishi bilan sirazi ko'chadan bittasini topib oladi-da, iPhone qilib uni ko'ngliga kirishga harakat qiladi. Sanchi? Faqat o'tirish, yeb ichish bo'lsa bo'ldi, mazza qilish bo'lsa bo'ldi. Men o'tirishlarga qarshi emasman, lekin hamma narsani me'yorida bo'lgani yaxshi. Men olib berayotgan bo'lsam-chi, o'zim pulimga olib berolman. Uning hali iPhone'ni qanaqaligini ham bilmasa kerak, to'g'rimi? O'g'lim, bu joy yoqdimi senga? Ha, yoqdi. Ye, o'rtoq. Nima gap? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilib yursan bu yoqda? O'g'limni Najot ta'limga olib keldim. IT savodxonligini oshirish bo'yicha 15 yoshdan 17 yoshli bolalarga Start Junior degan kurs ochilibdi ekan. Qachon qarama, oilam, bolam, chaqamda o'tib ketasan. Hamda oshna-og'aynilarga ham qo'shil. Yo nima? Xotinlar qo'rqasi. Oshna-og'ayniga qo'shilmayman emas, qo'shilyapman. Faqat erkak kishi me'yor degan narsani bilishi kerak. Shuncha yilda qilganing 2 xonali uyini remontini bitirish bo'ldimi? Mana men topganimda oilamni haqqi bor deb turib, oilamga olib kirdim. Bitta katta kompaniyani direktoriman. Uchastka qildim. Teyimda mashinam bor. Bolalarimning kelajagiga investitsiya qilyapman. Xudo rizq beradi, lekin uni to'g'ri sarflash bizning qo'limizda. Men yig'ib nimalarga erishdim-u, sanlar sarflab nimalarga erishdilaring. Bo'pti. Omon bo'l. To'xta. Bolangni shu to'xtatsan. Ha. Najot ta'limda. Bitta narsa aytaman. Erkak kishi topgan pulini ko'chaga sarflashdan qo'rqish kerak. Chunki sarflayotgan pullarda oilasini, ota-onasini, ayolini, farzandini haqqi bor.